O'zbekiston pensionerlari, diqqat qiling. Sizlar uchun muhim ma'lumotlar e'lon qilindi. Pensiya vaqtincha to'xtatiladimi? Endi pensiya pullari berilmaydimi? Rasmiy manbalar bu haqda nima deydi? Tarqalayotgan xabarlar fake'mi yoki rostmi? Quyida barcha tafsilotlar bilan tanishing. Assalomu alaykum hurmatli tomoshabinlar. O'zbekiston va jahonda sodir bo'layotgan eng so'nggi hamda dolzarb yangiliklardan xabardor bo'lib borish uchun videoga like bosib, kanalimizga obuna bo'lishni unutmang. Sizning qo'llab-quvvatlashingiz biz uchun muhim. Endi asosiy yangiliklarga o'tamiz. Xalq banki pensiya tarqatish bo'yicha vakolatni rasman yo'qotdi. Markaziy bank qaroriga asosan ushbu yo'nalishdagi ikkita muhim hujjat o'z kuchini yo'qotgan. Shu bilan birga ishlamaydigan pensionerlarga to'lovlarni tashkil etish bo'yicha ham bankning vakolatlari bekor qilindi. Bu qaror mart oyining 30-sanasida Iqtisodiyot va Moliya vazirligi hamda Markaziy bank tomonidan tasdiqlangan. Natijada 2018 va 2019-yillardagi tegishli yo'riqnomalar ham bekor qilindi. Vazirlar Mahkamasining 2024-yilga oid qaroriga muvofiq ijtimoiy himoya sohasidagi qonunchilik hujjatlari yanada takomillashtirildi. Shu asosda ayrim qarorlarga o'zgartirish va qo'shimchalar kiritildi. Ayrimlari esa o'z kuchini yo'qotgan deb topildi. Natijada pensiyalarni tayinlash va tarqatish jarayoni soddalashtirilib, ortiqcha byurokratik to'siqlar bartaraf etildi. Endilikda pensiya tayinlanganligi haqida qog'oz shaklidagi guvohnoma berish amaliyoti bekor qilinib, barcha ma'lumotlar maxsus axborot tizimi orqali elektron shaklda yuritilmoqda. Shuningdek, pensiya miqdori tovar va xizmatlar narxlari indeksiga qarab muntazam indeksatsiya qilinishi qayd etildi. Yana bir muhim yangilik. O'zbekistonda harbiy xizmatchilar uchun pensiya tizimida o'zgarishlar kutilmoqda. Yangi qonun loyihasiga ko'ra, 30 yildan ortiq xizmat qilgan harbiylar uchun pensiya miqdorini oshirish rejalashtirilgan. Mazkur hujjat hozircha parlamentda birinchi o'qishda ko'rib chiqilib ma'qullangan. Loyiha doirasida harbiy xizmatchilar va ularning oila a'zolarini pensiya bilan ta'minlash tizimini yanada takomillashtirish ko'zda tutilgan. Jumladan, pensiya tayinlash shartlari, turlari va hisoblash tartibini yaxshilash rejalashtirilmoqda. Eng asosiy o'zgarishlardan biri 30 yildan ortiq xizmat qilgan harbiylar uchun pensiya hisoblashda ish haqining hisobga olinadigan qismi 75% dan 100% gacha oshirilishi mumkinligi. Bundan tashqari, pensiya hisoblashda qo'llaniladigan bazaviy ko'rsatkichni ham o'zgartirish taklif etilmoqda. Ya'ni hozirgi 10 baravar o'rniga 12 baravar miqdordan kelib chiqib hisoblash rejalashtirilgan. Mutaxassislarning fikricha, bu o'zgarishlar uzoq yillar xizmat qilgan harbiylarni qo'llab-quvvatlash va rag'batlantirishga xizmat qiladi. Do'stlar, kanalimiz rivoji uchun videoga like bosib, kanalimizga obuna bo'lishni unutmang.